Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznes qilib turgan aka-ukalar. Kechadan oldin kun Telegramda bitta obunachimiz o'zini ko'chat ekishini videosini olib tashlagan ekan, xato ko'chat ekayotgan ekan. Bu videoni nimaga olyapman? Xuddi shunga o'xshash xatoni sizlar takrorlamanglar degan maqsadda video olyapman. U qanday ekyapti? Akalar, yaxshilab ko'ringlar, yaxshilab tushunib olinglar. Mana ko'chat. Mana bunisi ko'chatning dum tarafi. Bu yerga kiradigan tarafi. Mana sochi esa buni yerdan o'sib chiqadigan tarafi, ya'ni o'sha tepada turadigan tarafi bu. Ana endi kamerani olib kel. Mana. O'zi ko'chat aslida mana hozir mana ko'rinyapti. Mana shu kavrakni kurtaklaydigan nishi bu. Ana endi biz ko'chatni qanday to'g'ri ekinglar deymiz. Mana shu sochi 2 sm yerda chuqurlikda mana pushtani ichiga kirish kerak. 2 sm mana shu soch pushtani ichiga mana shu chuqurga 2 sm kirish kerak. Nimani hisobidan kirish kerak? Sizlar yerda pulik qilasizlar, chizil qilasizlar, jo'yak tortasizlar, undan keyin ko'chatni agar sizlar sochini mandoq chiqarib ekadigan bo'lsalaring, yer pulik bo'lganini hisobiga yomg'irda, jalada, qorda yer cho'kadi 2-3 sm. Ana endi agar sochi yerdan mana bunaqa ko'rinib qoladigan bo'lsa, yer 2-3 sm yomg'ir jalada cho'kadigan bo'lsa, ko'chat xohlaysizlarmi yo'q, mana shu ko'rinish keladi. Bu yerda nimasi bor? Mana kurtaklaydigan buni o'zagi mana negizi. Mana shu kurtak sovuq urgandan keyin ko'chat xohlaysizmi yo'qmi o'ladi. Mana shu narsaga juda e'tibor berasizlar. Keyin u Telegramdan bizga video tashlagan bola, shogirdimiz mana bunday qilib ekyapti. Mana suv solyapti-da, undan keyin ko'chat solyapti. Akalar, ukalar, bu xatoni qilmanglar. Siz agar mana shu xatoni sizlar qiladigan bo'lsalaring, ko'chatlaring necha mingta ko'chat olsalaring ham hammasi chirib ketadi. Avtomatik tarzda chiriydi. Tushunyapsizlarmi? Bu eng yomon narsa. Biz naborot xuddi shu narsani oldini olishimiz kerak. Bu narsani takrorlamasligimiz kerak. Nimagaki? Mana men sizlarga ko'rsatib beraman. Deylik, shtikavoyda asosan o'zi ko'chatga havo qolmaydi. Lo'mda yerni teshib ekish jarayonida ko'chatni mana teshikka kirgizamiz. Mana teshikka kirgizamiz. 2 sm ni belgilaymiz mana. 2 sm ni belgilab, ko'chatni qo'yib yubormaymiz. Ko'chatni mana teshikni devoriga qo'limiz bilan ushlab, mana shunday qo'yib yubormasdan ushlab turamiz. Ana endi nima qilamiz? Ana endi qarang. Mana yonidagi o'sha pushtani yonidagi mana tuproq. Ko'chatni qo'yib yubormasdan e'tibor beringlar. Ko'chatni qo'yib yubormasdan ichini mayim tuproqda to'ldiramiz. Tuproqda to'ldirib havosini chiqarib yuborishimiz kerak. Nimaga havosini chiqarishimiz kerak? Mana nima uchun? Mana havo chiqqandan keyin mana bu ko'chat sochini ushlab turgan barmoqlaringni olasizlar. Havo mayim tuproq solingandan keyin 100% chiqishi kerak. Akdi mana bizning klientimiz, obunachimiz mana shu xatoda agar qilib ekkan, bu %100 chirib ketadi. Yana ham agar buni hozir mana ekishda ko'rsatganimda bunda ham havo qoladigan bo'lsa, ertaga sizlar mana pushtani ichidan suvlaysizlar. Suvlaganlaring natijasida suv sizib kiradi. Sizib kirgandan keyin xuddi shu narsa takrorlanadi. Mana bu narsa. Xuddi mana shu narsa takrorlanadi. Ko'chatni chirishiga juda ham katta yordamchi bo'ladi bu narsa. O'shaning uchun maksimalni ekkanda 2 sm yerni chuqurrog'iga kirgizamiz sochini. Ko'chatni tashlab yubormaymiz. Ko'chatni tashlab yubormasdan havosini chiqarib, yaxshilab presavat qilib ko'mib qo'yamiz. Inshaalloh keyin Xudoning fazli bilan bahorda o'sib chiqadi. Lekin mana bu xatoni sizlar qilmanglar. Bu xatoni qilganlaringdan keyin 100% ko'chatlaring chirib ketadi. Nima sababdan? Ko'chat o'zi mana sizlarga yorib ko'rsataman ko'chatni ichini. Mana ko'chat mana machalka sifat narsa bu. Bu boshqa o'simliklarga o'xshab suvni ko'taravermaydi. Buni o'zi suv ichadigan payti bor. Bu faqat o'sha qish oylarida suv ichadi. O'sha noyabr bilan 1 noyabr bilan
28-fevral oralig'ida suv ichadi bu. Sizlar o'ylamanglar, buni o'zini biologik xususiyatlari bor buni o'zini. Mana ko'chat o'zi machalka sifat narsaga o'xshaydi bu. Bunga har bir o'simlikka yozda suv kerak. Agarda yozda suv ichmasa, boshqa o'simliklarimiz o'lib qoladigan bo'lsa, ayni yozda suv ichsa bu o'lib qoladi. O'shaning uchun buni suvlashda, ekishda o'zini ilm amallariga rioya qilgan holga ekinglar. Mana bu narsani umuman takrorlamanglar. Agar takrorlasalaring, xuddi mana shu narsani ko'chatlaring 100% chirib ketadi. Shunga rozi bo'lsalaring, pожалуйста, bemalol ekeringlar. Keyin ko'chat masalasi, bizdan ko'chat olayotganlar bittasi katta ekan, bittasi kichik ekan degan gap bo'lyapti. Sizlarga yana tushuntiraman. Ko'chatimiz sexdan, qolipdan chiqmaydi bitta standart bo'yicha. U Allohning o'zining fazli u. Xohlasa katta qilib chiqaradi, xohlasa mayda qilib chiqaradi. Biz poliyadan qozgandan keyin xohlaysizlarmi, yo'qmi, katta kichik ko'chat bo'ladi. Endi katta ko'chatlarni kirgizib, mana shunday sochi chiqmasligi kerak. Men hozir nimani gapiryapman? Mana shu sochi chiqmaslik kerak. Agar mana shu soch chiqib qoladigan bo'lsa, bu ham xato ekishga kiradi. Sizlar nimaga rioya qilasizlar? Sochini 2 sm ichkariga kirgizasizlar. Mana. Sochini 2 sm ichkari kirgizasizlar. Ko'chatni qo'yib bormasdan mana shu teshikni devorida ushlab, mana mag'zini to'ldirasizlar. Havo umuman qolmaslik kerak. Havo qolmaganidan keyin yaxshilab qo'llaring bilan presavat qilib bosgandan keyin bemalol ko'chat ustini yopib qo'ysalaring bo'ladi. Keyin Allohning fazli bilan bu o'sib chiqaveradi. Kelishdigan aziz obunachilar, kimga ko'chat urug' kerak bo'ladigan bo'lsa, 94 kodi bilan 522 1881 telefon nomerlarimizga qilasizlar. Ko'chatlarimiz 28-fevral sanasigacha sotiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.